Salom qizlar, Stepferda 2-kun. Bugun ham 5 minut qilib bersam bo'ldi. Davayte boshlaymiz. Krossovkani kiyamiz va belimni bog'laymiz va qo'shiq qo'yamiz. Ertalabda mana bolalarim pochinqa berdi. Hozir faqatgina men buni shug'ullanamiz, chunki men buni eng yaxshi ko'rganim. Krossovkada shug'ullanish shartmi deysizlar? Albatta shart qizlar. Nima sababdan? Chunki krossovkada bo'lmasanglar agar boshqa kerak emas mushaklarni his qilishni boshlaysiz. Krossovka kiysanglar, imенно popelaning orqasi bilan butun chiroyli oyog'inglar chiroyli qiladigan mushaklar ishlashni boshlaydi. Oxirgi pay shu G'aybulla Tursunovni qaro-qaro qo'shlarini rosa sevdim. Imamnaqa seni deb shu qo'shiqni eshitib qolamiz. Da energichniy emas, menga rosa yoqyapti. Sen meni yod et, dilim xumor et. İstersen canım veremem. Dilim xumor et. İstersen canım veremem. 2 minut bo'ldim. Yana 3 minut qoldi. Uni to'xtamasdan qilaman. Yana 1 minut qoldi. Lekin o'lib qolyapman. 3 2 1. Men terlaganimni ko'ringlar. Charchab ketdim. Mana isbot uchun 5 minut 2 sekund yurdim. 266 ta qadam qilman qizlar. Eng zo'r bilasizmi? Men eng yengilda shunaqa yurman va shunaqa terlab ketdim. Ko'rayotganlarda men bitta kuchi bor, ya'ni aylanish kuchlari bor. 2 3 4 5, ya'ni bularni o'zgartirganingiz sari qadamingiz og'irlashadi. Ya'ni men bosganingiz sari bosish qiyinlashadi. Shuning uchun men hozir birinchisida eng zo'r qilaman-ku. Shuning birinchi qovoqni qoldiraman, chunki oyoqlarim charchab ketyapti. 5 minut juda ham kam vaqt qildim. Mana shundan shunaqa qarilganim. Bitta kuchda qilaman-da. Bunaqa tepiryotganda обязательно kuchi regulirovka bo'lish kerak 1 dan 9 gacha. Unaqa bo'lmasa olmaylar. Pullarni havoga uchirgan bo'lasiz. Chunki yengilda mana shunaqa qiynalyapman-ku. Ko'plar bitta anaqa 2 ta 3 ta rejimlikni oladida, eng qiyinda zo'r 5 minut qilib olishadi. Sizlarga ham bunaqa zo'r steper kerak bo'lsa, kommentariyaga Akbarova so'zini yozing va sizga Telegramni tashlab beraman. O'sha yerga siz ham ma'lumotlarni narxini tashlab beraman. Obязательно qizlar, o'yinga yarasha sotuvchisini olinglar, chunki buni bunaqa bosadigan joyi sinib qolishi mumkin. Yaxshisini olmasanglar, shuning uchun o'g'rislarni rosa kuzatib shunaqa yaxshilardan olib keldim qizlar.